Burun qonashi nimadan bo'lishi mumkin? Tak, birinchisi tashqi ta'sir tufayli. Bular burunga har xil jarohatlar, tashqi tomondan berilayotgan jarohatlar, yiqilib tushish, har qanday jarohatlar yoki barmoq yordamida burunning ichiga jarohat yetkazish. Ikkinchisi quruq havoda ko'p yurish. Burunning shilliq qavati o'zi normada nam bo'ladi, lekin har xil holatda ishlaydi. Odamlar masalan ko'chada juda ham issiqda ko'p yurish natijasida shilliq qavati o'ta ham quruq bo'lib turib, o'sha yerda elastikligini yo'qotish natijasida qonab ketish bo'ladi. Uchinchisi har xil infeksion kasalliklar, virusli kasalliklar yoki allergiyalar bo'lishi mumkin. To'rtinchisi burunda o'ta qattiq qoqish. Tahorat qilganda yoki o'zi tozalamoqchi bo'lib turib burunni qattiq qoqqanda kuchli bosim tufayli o'sha burunning kapillyarlarini yorilib ketishi natijasidagi qonash. Ichki sabablariga bemorning arterial bosimini, ya'ni mana bu yerda o'lchagandagi bosimni baland bo'lishi, bu ham o'sha qon bosimiga tushadigan, qonni devoriga tushadigan bosimni oshishi natijasida yorilib ketadi. Pufakka o'xshab kapillyar yorilib ketadi, qonaydi. Ikkinchisi qonni o'sha quyuq suyuqligini buzilishi, ya'ni suyulib ketish qonni har xil dorilar natijasida yoki shirinliklar natijasida bolachalarda ko'p uchraydigani shirinlik. Kuniga ertalab shakar choy ichmasam bo'lmaydi deydi. Ertalab ichaveradi, lekin bir kun ertalab qarasa, yostig'i ertalabga polni qon bo'ladi. Normada 5 minutda to'xtaydi o'zi aslida, hech nima qilmasa ham. Lekin qon suyulib ketganda mana shunday holatda uzoq vaqt qonaydi. Suyuq qon bo'ladi, hamma yo'q. Burun qonashi har xil paytda bo'ladi. Unga bemor tayyor bo'lmasligi mumkin. Shu paytda, ya'ni uyda bo'lgan paytda burun qonaganda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda boshni orqaga qilish kerak emas. Boshni oldinga egish kerak. Orqaga qilsangiz, qonashni darajasini, qancha qonadi, qon qayerga ketyapti, uni bilmaysiz. U oshqozoningizga o'tib ketaveradi. Oshqozonga o'tib ketgani bu qon foydali, oshqozonda so'rilishi kerak degani emas. Boshni oldiga egish kerak. Oqayotgan qonni ko'rish kerak. U rangini, qancha miqdorda, qancha tezlikda oqayotgani, quyuq suyuqlik darajasini ko'rish kerak bo'ladi. O'shaning uchun boshni orqaga emas, oldiga egish kerak, old tomonga egish kerak, pastga. Oqayotgan narsa burunning teshigidan old tomonga oqib tushishi kerak. Birinchisi. Ikkinchisi, burunning qanotlari, ikkita yon tomondagi qanotini bosish kerak barmoqlar yordamida. Ikkita barmoq xolos. Mana bunday yopib olish shart emas, mana. Burunning qanotlari shunday yopish kerak. Yopib ushlab turish kerak. Iloji boricha 5 minut. Yoki undan oshiqroq 6-7 minut ham ishlatsa bo'ladi. Mana ushlab turish kerak. Uchinchi o'rinda burunning mana shu ust qismiga, mana shu qismiga muz qo'yish kerak. Imkon boricha yoki muzdek lata, sachiqni suvga botirib ham qo'ysa bo'ladi agar mabodo muz bo'lmasa. Lekin agar muz bo'lay turgan bo'lsa, darrov muzni ezib, maydalab turib, o'sha ro'molchaga o'rab turib, mana shu qismiga shunday qilib qo'yish kerak. Bundan shabadalab qoladi, muzda ekan, sovuq ekan degan narsa bo'lmaydi bu yerda. Bu yerda asosiy maqsad burunni qonini to'xtatish bo'ladi. Tez qo'yish kerak bo'ladi o'shaning uchun. Xo'p, siz burningizni bosib turdingiz, 5 minut, 10 minut bosib turdingiz, burunga tepa qismiga muzdek xaltachani qo'ydingiz, boshingizni old tomonga egib turibsiz. Lekin shunda ham agar qon to'xtamasa, unda har qanday holatda, har qanday ishingizni tashagan holatda vrachga boring. Uchinchisi, burun ichidagi, burun tuzilishidagi nuqson, ya'ni o'sha burun to'sig'ini hayotda orttirilgan qiyshayshi. Bunda tomirlarni taranglashuvi kuzatiladi. Tarang bo'lgan narsa oson yorilib ketadi va burunda qonash kuzatiladi. To'rtinchisi, burundagi har xil o'simtalar. Rak bo'lishi mumkin, o'sma, rak, sarkoma, har xil narsa bo'lishi mumkin. Hattoki poliplar bo'lishi mumkin. Qonuvchi narsa bo'ladi. Ular hosil bo'lgan narsa bevosita burun to'sig'iga, burun kapillyarlariga bog'liq emas, bu o'zida bo'ladi. Ya'ni paydo bo'lgan hosili bu eng ko'p qon bilan ta'minlanadigan narsa bo'lib qoladi. O'simta bo'lib qoladi. Bunga boshqa joylarga nisbatan ko'proq qon kelishi natijasida qonab ketish oson bo'ladi. Xo'p, bu tabiiy holatmi yoki kasallikmi? Ko'pchilik buni tabiiy holat deydi. Dadasida bo'lgan yo bobosida buni qonaydi deydi. Agar burun masalan 1 yil davomida bir marta qonadi, to'xtadi, boshqa bezovta qilmadi. Xo'p, bunaqa bo'lib turgan bo'lsa, siz lor vrachga kelmang, vrachga, doktorga bormang, mayli, bolani ehtiyot qiling yoki o'zingizni ehtiyot qiling. Lekin
haftada bir qonayapti, hattoki demoqchiman-da, yo 10 kunda bir qonayapti. Qonash o'sha 5 minut, 10 minutda to'xtamayapti. O'sha haligi aytganimda ertalabki hamma yo'q qon bo'lib ketyapti. Tez qonayapti. Bunaqa paytda befarqlik qilmaslik kerak. Bu juda ham katta kasalliklar bo'lishi mumkin. Odamni hayotiga xavf soladigan darajada kasalliklar bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha siz bilgan leykoz kasalligi, oq qon kasalliklari, har xil qon kasalliklari bo'lishi mumkin. Organizm bir tomchi qon uchun juda ham ko'p vaqt ishlaydi. O'shaning uchun bir tomchi qon uchun ham kurashish kerak. Agar tez qonaydigan bo'lsa, tez bolani bezovta qilayotgan bo'lsa, yo sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, har qanday holatda u davleningiz oshadimi yoki burningizdan nafas olishingiz qiyinmi, farqi yo'q. Har qanaqa holatda ham albatta lor vrachga borib, buni oxiriga yetkazish kerak, tekshirtirish kerak. Normada burun qonamaydi. Agarda sizda ham quloq, tomoq, burunlardagi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, shunday savollar tug'ilsa, bizni profilimizni kuzatib boring hamda bizga obuna bo'ling.